Bilolmayman dilingdagi o'yingni, mushtoq bo'lib kutar edik to'yingni. Mana davrada ko'rib qo'yingni, Ramizbek to'ying muborak bo'lsin. Mehrobga zarfadoir to'ylar muborak bo'lsin. Assalomu alaykum davra qatnashchilari. Mana bugun biz Ramizbek akaning sunnatida o'qigan ekanmiz. Xudoyim meni 15 yildan keyin dars to'ylarida bundan katta davra olib o'tirganmiz. Ramizbek akam ota-onasiga el-yurtga xizmati buyursin. Mehrobga zarfadoirlar shuning baxtidan quvonib, Xudoyim davlatini suyanib, qarashlarini tilakdoshman. Katta rahmat. O'qigan Balalar nomidan davom etamiz. So'zlabga marhamat. rahmat. Bilolmayin dilingdagi o'yingni, mushtoq bo'lib kutar edik to'yingni. Mana bugun davrada ko'rib qo'yingni, Ramizbek uka to'ying muborak bo'lsin. Yoningda o'tirgan yoring muborak bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli davra qatnashchilari. Mana bugun biz akamlar xonadonida, pochchamlar xonadonida katta to'y, katta tantana. Buning sababchisi Ramizbek o'g'illaridir. Bu ikkala yoshga avvalambor sog'lik tilayman. Sizlarning hayotlaringiz yoz issig'idek haroratli, bahor gullaridek nafis, qish qonlaridek beg'ubor, kuz mevasidek shirin hayot tilayman. Va shuni qilaman tilak, farzandlaring bo'lsin egizak. Bizniki, kuzagi, sizniki, xafa bo'lmang xudoyi, indikayam bizniki. Rahmat. Yo'q.